Assalomu alaykum. Allohning eng go'zal, fayzli va barokatli tongida go'zal kunlarni, go'zal tonglarni qarshi olgan gul yuzli, latofatli opajonim O'g'loyxon opa siz bilan bog'landingmi? Men o'g'lingiz bilan bog'landi. Ahvollaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, rahmat. Opajonim, boshlangan go'zal kunlar siz uchun xayrli bo'lsin. Bugun siz uchun unutilmas kunlar. Allohga banda, Rasulullohga chin ummat bo'lgan go'zal shukronalik ayyomingiz, hayotingizga kirib kelgan go'zal bahor olamlar muborak bo'lsin. Ayni damda biz siz bilan O'zbekistondan yaqinlarimga tabrik televideniyalar ijodkorlar ushbu loyihaning suxandan loyiha boshlovchisi Nurbonu bugun sizga yaqinlaringiz dil so'zlarini yetkazib berish uchun ayni daqiqalarda jonli efirdamiz. Mana shunday go'zal tabriklarni, ertalabdan chiroyli so'zlarni kimni nomidan kutgan edingiz? Mehribonlar nomidan. Mehribonlar nomidan endi aka-ukalarim bo'lishi mumkin, sinalarim. Albatta, ayni daqiqalarda jigarlaringiz ichidan kelganini albatta topdingiz. Albatta sizni Alloh uchun yaxshi ko'rgan aka-yu uka, opa-yu singillar nomidan tabriklamoqdamiz. Ayni daqiqalarda mana shunday go'zal tabrikni akangiz, opangiz, ukangiz mehribonlaringiz nomidan kimni nomidan kutgan bo'lardingiz? Kimni ismlarini aytmoqchisiz? Mahsuhon Sinamatniki. Albatta, ular ham chiroyli tabrik so'zlarga sherik bo'lgan. Bugun sizni dunyolarcha yaxshi ko'rgan mehriboningiz, volidangizga o'xshagan go'zal yuzli, shirin so'zli opajoningiz Odinaxon opa nomidan tabriklaymiz. Yashasin, rahmat opam, ko'p yashasin. Umrlari uzoq bo'lsin. Baxtimizga doim sog'-salomat yursin. Ayni dam ko'zlaringizda baxtli, sevinchli, quvonchli ko'z yoshlar, to'g'rimi? Ertalabdan beri qani kim yo'qlaydi ekan deb o'zi kutib turdim. Opakalarim bilan qaysi biri telefon qilishlar, tabrik yo'llaydimikan, yo'qmikan deb turdim. Mashalloh. Albatta, mehriboningiz opajoningiz Odinaxon opamizni sizga tabriklari surpriz bo'ldimi yoki kutilmagan bo'ldimi? Kutilmagan, haqiqatdan ham hozirga qarasam degani nomer keladi, keyin men aytdimki o'zi hozir eslasam bo'lar ekan. Odinapam eslab turdim. Odinapam telefon qilmadi, bugun hammalar telefon qilib tabrikladi, Odinapam telefon qilmadi deb turdim. Men qarasam degan nomer keladi. Men aytdimki Odinapam telefon qilyapti shekilli, ko'targan joyim edi. Mashalloh, albatta. Umrlaringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin, qalbingiz sezganidek mehriboningiz. Rahmat, sizlarga baraka bersin. Sizga ham rahmat, Rahmat. Albatta, mana shunday go'zal tabrik so'zlarga jondan aziz bo'lgan jiyanlaringiz Ziyodaxon, Zilolaxon, Ozodaxonlar tabriklaydi. Ilohim barchalarning baxtiga sog' va salomat bo'lib dunyo turguncha turing ilohim. Rahmat. Albatta, opajoningizni sizga yozgan dil maktublari bor, o'qib eshittirsak bo'ladimi? Mayli, bemalol. Albatta, mehriboningiz baxtiga sog' va salomat dunyo turguncha turing. Ayni damda tabriklar siz uchun o'qib eshitamiz bo'ladimi? Mayli, bemalol. Hozir siz telefon qilasiz, telefon qilib imoda tabrikladi. Inshaalloh, albatta umrlaringiz uzoq, tanajoningiz sog' bo'lsin. Ushbu chiroyli tilaklar siz uchun. Assalomu alaykum, gul yuzli, latofatli yagonam singlim. Sizni bugungi eng go'zal kuningiz, Habibimga ummat bo'lgan tavallud ayyom shukronangiz ila chin yurakdan, chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizni mana shunday go'zal qilib dunyoga keltirgan volidam onamga tashakkurlarimiz bo'lsin. Sizdek mehribon, mehr-muhabbati cheksiz bo'lgan singilni opasi bo'lish biz uchun faxrdir, muhabbatdir, eng go'zal kunda quvonchdir. Mehribonam, jonim singlim, baxtimizga salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Yuzingizdan aslo kulgu tabassum arimasin.
xonadoningiz quvonchlarga, baxtlarga to'la bo'lsin. Baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Qadamlaringiz Makka va Madinaga yetsin. Eng go'zal kunlaringiz Allohning bayti Ka'ba va Madinalarda o'tsin. Biz sizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz va boringizga shukrona aytamiz. Shukrona aytishdan charchamaydigan opa-singillaringizni rohatdan ko'ring inshaalloh. Eng go'zal baxtli kunlarimizda yonimizda turishingiz tilakdoshimiz. Biz sizni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Borligingiz baxtdir biz uchun. Yanog'ida binafshalar ochiladi, iforadan rayhon hidlar sochiladi. Eski olib ko'zimda yosh tomchiladi. Singillarning eng sarasi mening singlim. Biroq desam hatto jonim fido etar. Iltijosi yaratganga borib yetar. Kulishlari volidamga o'xshab ketar. Singillarning eng sarasi mening singlim. Ushbu she'rlar siz uchun. Rahmat, jiyanlarimga rahmat, hammasining baxtlariga baraka bersin Allohim. Inshaalloh hajjingiz kelsin. Mana eslab shu tabriklab yo'llab rahmat. Rahmat katag'on, kuningizni Alloh xayrli qilsin. Mana shunday yaqinlarda davom etishingiz tilakdoshimiz. Siz bilan O'zbekistondan yaqinlarga tabrik televideniya loyiha boshlovchisi Nurbonim. Kuningizni Alloh xayrli qilsin. Rahmat. Rahmat. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin kunlarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Yo'qdir sira armonimiz. Shodliklarga to'la o'tdi har onimiz. Parvarishni qoyil qildi bog'bonimiz. Bitta bog'ni go'zal atir gullarimiz. Oshiqamiz bir-birimiz ko'rmoq uchun. Guringlashib mazza qilib kulmoq uchun. Bolalikni eslab mazza qilmoq uchun. Shunaqangi qalbi qaynoq jigarlarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz, opa singillarimiz. G'ubori yo'q qorday oppoq ko'ngillarimiz. Oqibatli go'zal opa singillarimiz. Singillarimiz